Assalamu alaykum. Aziz, muhterem, söyümlük Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Bugün yana yüz görüşdük. Bugünkisi bir züruriyetten buladı. Bu züruriyet siyasi bir züruriyet. Bizning zaten nimani talab qiladiganligimiz ve bu talabning qanchalik jiddiyligi, qanchalik zarurligi haqida to'xtalishdan iborat bir zaruriyat. Mavzumuz ko'rib turganinglardek ya mustaqil bo'lamiz, ya qirilib tugaymiz. Mazmunning jiddiyatiga ko'ra, maqsadning jiddiyatiga ko'ra, g'oyamizning jiddiyatiga ko'ra, davomizning jiddiyatiga ko'ra men shunday bir dahshatli mavzuni tanladim bununla. Bunu aşında düşüngeysizlik qarindoshlar. Aldınqı videoga ciddi qarşılıqlar bularmikin deb ensirgendim. Endi bakarchilikda bu qarşılıqlar bilan haqilashib yuramanmi deb ensirgendim. Hech qanday g'ayri inkas bo'lmadi. Mening demoqchi bo'lganim bu aldingi videoning asosiy negizlik temisi emas. Men uningda bir ulug'imizning ismini tek tilg'ilib o'tgandim. Şuna hem de bu ulug'imizga, yani mazaramızga çammattın deb yaqamga islamikin deb ensirsem, unda esildiğalı çıkmadı. Ya dikkat qilmay qolgan bo'lishi mumkin. Dikkat qilgan bo'lsa balkim chiqib qoladi. Xudoga shukr. Sizlarga bakla tanishlik bo'lib ketgan Xitoyning yovuz e'lon qilgan maqoladan keyin mustaqillikning zaruriy haqida yetarlik darajada to'xtalmaganligimizni, nurg'un kishilarimizning e'nida bu mavzu haqiqatan mujmal, g'uva, tutuq bir rasmdagidek yaqinlashgan sir tutuqlashib ketadigan, yiroqlashsa o'xshashlik tutuqlashib ketadigan bir ish bo'lib turayotganligini sezdim. Shuni bizda boshqa tayyorlik mumkin bo'lmagan taqdirdami? Ruhiy tayyorlikning bo'lishi shart bo'lgan vaziyatimiz haqida. Odamlik sifatlarimizning taqozosi zodi nima? Buning haqida so'zlashga qaror qildim. Balkim o'xshamagan vaqtlarda bu temani o'xshamagan nuqtalardan davomli yuritishga tirishishim mumkin. Shundaqla millatning sarxillari bo'lmish her kişi bu temini öz görüş noktasından davamlı şerh edişi, bu mazmunni xalqning qalbida o'chmas qilib uyutişi, qalblarda go'yo bir ruhiy obida tiklishining zarurligini ta'kidlab o'taman. Yuqorida zikr etgan Xitoyparastning maqolasidan keyin mustaqillik tuyg'ularimiz bir qatim qayta uyg'ongandek bo'ldi. Menimcha bu gapimga qo'shilasizlar. Bu maqola go'yo hammamizga bir silkinish elib keldi. Hatto Erkin Asiya radiosuning Uyg'ur bo'limi kulkilik ahvolda bu mavzuga bir anglitish bag'ishlashni ravo ko'ribdi. Odatda butun zehnini Xitoylar bilan birga turayotganlarning depini chelishga atagan radioning bu ajoyib tuhfasi şunu uqtirdi ki, mustaqillik talabimiz kun sari mustahkamlanmoqda, chinimoqda, sobitlanmoqda. Shuna bu talabga chaqchaq qilishga petinadiganlar kim bo'lishidan qat'iy nazar tukirib tashlandi. Shuna radiomi umumiy iqimga qadamini moslashtirishga majbur bo'lgan.
Әмма bir yeri bek kızık. Ziyaretke yanıla öz xilidikilerini teklif kıygan. Öz takdirini özü belgeleş şuarı bilen davaçı bulup gelgenlerinin radyo ziyaretinde birdilla üzül kisil müstakilçilerden bulup çıkışımı alaydı dikkatini tartıdı. Belkim ular Xitaylar bilen bir yerga kelganlarida dalmuş mustaqillik masalasini so'zlashibmikan? Hech nima bo'lmaydi juma. Ko'pchilik unutib qolmagan bo'lsa, bu qatimqi radio ziyoratiga mehmon bo'lgan ikki janobni Xitaylar bilan hamkorlik kengashida muborak rasmlari bilan ko'rmaganmidik. Demak, vaziyat qistirmoqda. Xalqning ko'zi ochilmoqda. Endi burunqidek qandoq satsam o'zimning ishi deyolmaydiganligini ko'rib yetganda darhol ta'ratni yangilab sakkitirib olishgan. Qarindoshlar, aloqasiz bir qistirmam bor. Kechirsizlar. Talibanga aloqador inkaslarni uqdim. Az to'la. Bichara millatimga haqiqatan ichim og'rib qoldi. Qachonmi aqliy tafakkur bosqichiga ko'char deb puchilandi. Hozircha amal yo'qdekmi qiladi. Alloh aql farosat ato qilsin. Munofiq shoirlarimizdan Tayyibjon Aliyevning bir chaqchaq she'ri ixtiyorsiz yodimga kechdi. Oxirgi ikki misrasini deb qo'yay buni. Ajab ichim og'riydi pattar degan shaytonga. Menmi shu? Ajab ichim og'riydi. Ba'zilar. Mavzuning o'ziga kelaylik qarindoshlar. Bu mavzu sizlarga tonish. Eng avval Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti'nin qurg'uvchisi, ya mustaqillik ya o'lim debdikan. Buni anglaganlar xili ko'p. Keyin o'zimizning ichidan bir qarindoshimiz ya mustaqillik ya o'lim nomli bir kitob yozgan edi. Şu anda kitapxonalardan tepiladi bu kitap. Kona nashrni men qarindoshimlar nashrga tayyorlagan yangi nashri texmi kengaytirilgandek qiladi, cho'g'on uyg'onabdi. Ya mustaqillik ya o'lim degan kitob. Mening deganimmi, mavzuda deganimmi? Ya mustaqil bo'lamiz, ya qirilib tugaymiz deganimmi? Aslida shu so'zning o'zi. Faqat bu bir xil o'zlashtirma shakli. Shundaqla ma'no qatlamlaridami ma'lum farqlar bor. Ya mustaqillik ya o'lim bir shuvar bo'lib, chaqiriq xarakteri olgan so'z. Men ishlatgan mavzu bizni kutayotgan kelgusi, bizning tanlashimiz yoki hatto bizning irodamizga biqinmaydigan fojialik taqdirdir. Xitoylardan tilab elish, Xitoylar bilan yaxshi xo'p bo'lib turib, ularni ta'sirlantirish, andin mustaqillikka yaqin muxtoriyat talab qilish uch apandining tutgan yo'li. Bo'libmi Iso Yusufning bir umr bo'ylagan yo'li bo'lib, yenilikma emas. İsa bu usulga murojaat qilish ishini 1926-yil atrofida Enjandagi, O'zbekistonning Enjandagi Xitoy konsulxonasida malay bo'lib turayotgan mezgilda boshlagan edi. Xabaringlar bo'lganidek, bu kishi umrining oxirigacha bu yo'lidan qaytib boqmadi. Shunisi, Xitoylar hech ta'sirlanib ketmadi, hech o'zgarib qolmadi. Bugunmi Xitoylarning ommaviy to'rbatlarda yozilgan inkaslarida Uyg'urlarni qirib tugatish kerak, qirib tugatmaguncha tinchlik bo'lmaydi, qizlarini, ayollarini falon piston qilib degandek dahshatli so'zlar bir insonning og'zidan chiqarishi qiyin bo'lgan vahshiylik to'yingan tutumlarni ko'rib turibmiz. Bu Xitoylar qachonmi o'zgaradi? Bizga qo'rqoqlik qonlarimizga singib ketgandan keyin mushundaq bir lantasma yo'lni tutib elib, savr qilib kutsakmi kutatdik balki. Ammo bugungi Xitoylarning payli
Aşı uzak zamanlardan keyin boladigan Xitaylarning tabiat o'zgarishi meydonga keladigan parlaq davrlargacha bizni bu yer yuzidan siyirib supurib tutadigan to'g'rimda qanday qilish kerak? Bizning qarashimizcha ba'zilarning mustaqillik demay turish, Xitoylarni dushman deb etmay, ba'zi turdikilari bilan hamkor bo'lib turish degandek sapsatilari faqat Xitoylar uchun chiqimli tejab berish rol o'ynashi mumkin. Bundaq yaxshichoqliklar hargizmi Xitoyning niyatini o'zgartirmaydi. Bizning oldimizda ikki xil tanlash bo'lishi mumkin. Buning har ikkilisi o'lim bo'lganda tanlashimiz qandaq o'lishni tanlashdir. Qaysi shaklda o'lishni tanlash. Ya'ni manqurtlik bilan ish urg'uchisiga amroq tipida Xitoylarga qo'lchilik qilib, echirqigan mushukdek pochaqlariga suvishib yurib o'lish. Bir xil o'lish bu. Yana biri erkakcha. Ecdatlarımızga yarashadigan shaklda Xitoylarga qarshi turib o'lish. Nima uchun o'limdan iborat bir qismatga yuzlanganda erkakcha o'lishni tanlashimiz kerak? İnsaniyat tarixida qo'rqoq teshliqchilar emas, o'limga yuzlanadigan qahramonlik ruh qadrlanib keldi. Qarindoshlar, bu esingizda bo'lsin. Gerçi butun dunyo tinchlik deb jar selayotgan bo'lishiga qaramay, hech zaman qo'rqoq tinchlikchilar insonlar tarafidan suyulmadi. Dal aksicha o'limga yuzlanadigan qahramonlik ruh qadrlanib keldi. Javhar Dudayevning rahbarligida chechenlar qarshilik ko'rsatayotgan zamonlarda chechenlarga dunyoning har yerda hurmat nazari bilan qaraldi qarindoshlar. Hatta ba'zi davlatlarda taksi şoförleri chechenlardan pul olmaganlik haqida hikoyalar bor. Buni biladi aranglardagi ba'zilar. Qashqarda Saman voqeasi yuz bergan 2008-yilda voqeadan xabardor kishilar Uyg'urlarga hurmatkor muomalada bo'lishgan edi. Germaniya matbuotlari Uyg'urlarning qadimgi qahramonlik ruhi o'lmabdi deb madhiya yozib, bizning ruhimizga madhiya o'qiganligimi bu nuqtani isbotlaydi. Ash chaqda bizning janoblardan birisi chet el muxbirlarining ziyoratida bu voqea haqidagi tutumini ifodalab, "We are so sad" dedi. Biz bekmi üzüldük, bekmi ko'nglimiz yerim bo'ldi dedi. Sama voqeasiga qaysinglarning ko'ngli yerim bo'ldi yana shunda. Biz xush bo'ldik. Ammo bizning da'vochilar, ashaliqi hozir tukurilayotgan da'vochilarning ichidagi birisi "We are so sad" dedi. Dep o'tganimdek. Ba'zi alomatlardan go'yo o'limdan boshqa tanlashimiz qolmagandek ko'rinsimi, o'limdan boshqa tanlash yo'li qolmagan insonlar uchunmi qandoq o'lishni tanlash imkoni mavjuddir. Qarindoshlar, sizlardan shunday so'rayman. Agar o'limdan boshqa tanlashingiz qolmagan bo'lsa, qanday qilasiz? Taqdirga tanbagan holda xuddi qushxonalarda bir-biriga chetib bog'langan qo'ylardek o'limni kutib yetishni tanlamsiz? Jimjit, qarshiliksiz, yavaşlık bilan davr qassoblarining qo'lini taldimaslik uchun tinch turib bergan holda tepchaklamay bu o'limni kutib olamsiz? Yoki hech bo'lmasa tepchaklab g'azabingizni bildiradigan xirildash bilan qassobga g'azablik umuyib o'limni kutib olamsiz? Qullarcha o'lishnimi yoki qahramonlarcha o'lishnimi? Nimani tanlaysiz? Ba'zilar hamtama qilmasinki, taslimchilik bilan umrni uzartolmaydi. Xitoylarning biz bilan birga yashash niyati azaldan bo'lib boqmagan. Qandaqkan Xitoylar mayli asta-asta yo'qotsin, mayli tez arada yo'qotsin,
yo'qotish qarori o'zgarmaydi. Xitoy hukumatlarining almashishi, ideologiyalarning almashishi, sistem o'zgarishlari Xitoylarning milliy xosligini, kengaymichi tabiatini o'zgartirmaydi. Ko'rdikku atalmış demokratlarning peylini. U holda nima qilishimiz kerak? Qarshilik qilishimiz, ozodlik yo'lida o'lishimiz kerak. Hech bo'lmasa dunyoning nazarida hurmatimiz bo'ladi. Aqimizda sharaflik aslimilar, qahramonlik dastonlari qoladi. O'limga yuzlanadiganlardan jallatlarni qo'rqadi. Qo'rqishning eng qabohatlik sababi o'limdir. Qo'rqishning eng oxirgi chekidagi, eng qir nuqtasidagi sabab o'lim. O'limdanmi yomonroq oqibat yo'q. O halda bir kishi o'limdan qo'rqmasa, uni hech narsa qo'rqitolmaydi. O'limdan qo'rqmaydigan fidoyilar tarixning har bosqichida bo'lgandek, insonlarning hamma firqasida bo'lgan. Ana shu fidoyilar haqidagi qahramonlik dastonlarini varaqlab ko'rganimizda, ularning soni oz bo'lishi, qurollarining yetarsiz bo'lishi, moddiy imkonlarining chekligi ularni to'solmaganligini, o'zlaridan nechasi ko'p bo'lgan dushmanlarni sarosimiga solganligini ko'ramiz. Bizning bugungi qismatlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, millatimiz mavjudlik uchun jon talashadigan oxirgi minutlarni yashamoqda. Agar biz o'zim kesil bo'lolmasak, o'limga yuzlanmasak, qat'iy niyatga kelolmasak, ofatning manbasidan qutulmay turib, ofatdan qutulishga urinishdek bema'ni kechiklarda vaqt zoya qilsak, haqiqatan oqibatimiz tasavvur qilishsiz bo'ladi. Minglarcha afsuski, millatni yetaklab menishi kutiladigan ziyolilar tabiqimiz nelarda? Nima ko'ylarda? To'g'ri tanlashdimi, ozg'inlikdimi? Torlardagi yo'g'on gaplardan qat'iy nazar. Ko'rilayotgan reallik shuki, bir muncha Sharq Turkistonliklar eng tuvan talabdagi qurbon berishga rozi emas. Tuqqanlarimga ziyni yetidi deb siyosatdan uzoq turish. Qurubdek bir uchakka tugilib olib yashash. Faqat va faqat normal telefon so'zlashib turishdek kichikgina manfaat uchun vatan millat manfaatiga xizmat qilishdan voz kechish. Ör dunyoda yashayotgan turibmi, Xitoydan qo'rqib tugilib olish. Hammalarning atrofida bundaqlar mavjud qarindoshlar, yolg'onmi? Siyosatga aralashmaslik uchun shunchalik go'zal bahonalari borki, sallamna deb ketasiz. Vatan uchun janim fido degan ulug'vor shuvarni bek asallan og'zimizdan chiqaramiz. Ama nemishga o'ylamaymiz? O'limdan million narsa kichik qurbon berishga yaramaydiganligimizni. Qarindoshlar, bir narsa aniq bo'lsin. Bizning mustaqillik talabimiz hargizmi bu talab ishga oshamdi, oshmamdi. Yoki Xitoylar va dunyo jamoatchiligi bu talabga issiq boqamdi yoki qat'iy qarshimi deganlarga bog'liq emas. Bilaverishimizga tegishli eng muhim nuqta bu. Agar bu nuqta aydin bo'lmasa, bizning mustaqillik talablarimiz og'zimizning uchidagi narsa bo'lib chiqadi. Eng kichik bir buhronga bardoshlik berolmaydigan hech kichikdek talab bo'lib qoladi. Biz bu talabni nima uchun qilamiz? Javobimiz nayt aniq bo'lishi kerakki, inson bo'lganligimiz uchun. Mustaqil bo'lamiz. İnson bo'lganligimiz uchun. Kamsitilish, urilib so'qilishlarga chidaveradigan hayvon bo'lmaganligimiz uchun. Musulmon bo'lganligimiz uchun. Chunki islom bendining bendiga qul bo'lishini qabul qilmaydi. Benda faqat Allohning quli bo'lib, mo'minlar Allohga bo'lgan qullikni e'tirof qiladi. Bendiga qul bo'lmasliklari kerak. Ya'ni-ki, Junxo millati yoki shuning qandoshlaridan bo'lmaganligimiz uchun. Nima uchun mustaqil bo'lamiz? Yoki birisi so'rasa, nima uchun mustaqillik deysan? Desa bu javobni beramiz qarindoshlar.
Birinci cevabımız nima? İnson bo'lganligimiz uchun. Bir 1998 yılında O'rta Asiyoda teşviqat uchun yozgan Qulluqdan o'lim a'lo mavzuliq bir musaddas va bir muhammasning oxirgi kupletida shundoq misralar bo'ladigan. Musulmon erk uchun bizga jihad ne buyurmuş Allah. Bu buyruqqa sala yo'qdir agar qalsaqmi bir talla. Quli biz Tangrining bas shu, yana bir qulga qul bo'lma, shunga bizga qarindoshlar bu qulluqdan o'lim a'lo. Davom qilg'ay kurash sharhan bu yo'lda min qazo kelsa, qazolar ustiga yovdan chidab bo'lmas jazo kelsa. Bu Musaddasning oxirgi misrasi. Muhammadning oxirgi kupleti. Bu yangliq xor yaşamaktan yigitlarcha o'lim a'lo. Ne tallash imkonimiz bordir, faqat bizlarga yo'l birla. Bu yo'lda nur bilan nusrat, bu yo'lni buyurmuş Allah. Çıkar bolsaqlı bel bağlap, yorutqay nur çeçip şoğla. Qalur qoziği yaylaqlar bu yerden işit qavan kesse. İsimli qilishcha, aşı Muhammed'nin bir küflütüde vaziyetimizni harvıq etilgan atqa, yoki xechirga o'xshatgan edim. Harvıq etilgan malning vaziyeti qanday bo'ladi? Ko'z oldingizga keltirib beqinglar. Aldığı mansa tartqı, asmanga chiqib ketay desa belvaq, yerga petib ketay desa to'shbaq, oqiga sayanay desa qo'shqin. Hamma tarafdan band qilingan. Shundaq-ku? Bu kupletda temsillarimizdeki, Uyg'ur xalq temsillaridagi ya at o'lsin, ya sho'tsinsin deganni tadbiqlab, faqat ashunda vaziyat duch kelgan vaqtda faqat olg'i chepib o'l. Sayanaman, ayang'iman, mayang'iman emas, oldiga chepib o'l yoki bek bo'lsa sho'tsinsin deydigan tavakkul qil degan mazmun bor edi. Xuddi shunda qarindoshlar, ya ot o'ladigan, ya sho'tsinadigan vaziyatda bo'lganimizda qanday qilish kerak bo'ladi? Cho'qim Allohga qarab chekishga tavakkul qilinish kerak. O'lmay qolsak sho'tsina deb. Nima uchun mustaqillik deydi ekanmiz? Aniq bo'ldimi qanday? Ya'ni ishqa ashamdu, ashmamdu deganga bog'lab olsangiz, sizning mustaqilchiligingiz ishonchlik emas. Chunki so'raydiganlar chiqishi mumkin. Bizda nurg'un aqlli Uyg'urlar bor emasmi? Her narsani materialistik nazarda o'lchaydigan. Ular qanchalik berib, qanchalik og'il bo'ladi. Qandaq qurbonlikning qazonchi qandaq bo'ladi degandek hisob kitob bilan ish tutadigan bo'lg'achqa, sizlardanmi cho'qim so'raydi. Bu ham xiyolingning ishga ishiga qanchalik ishinasan? Buningga qanday javob bersiz? İçimizdeki bazı kişilerimi soruшу mümkün. Dava dairlerimizden bo'lgan Mehmet To'xtag o'xshashlar Uyg'urlar davlat qurolmaydi, davlat so'ralmaydi deyalayotganlar cho'qimki avningda savolni so'raydi. Undaq ahvollarda ikkilanib, "Ras, bu qanday ish qashida? Ahvolimiz bu tursa, Xitoy degan ishning qurtidek to'la ham kuchli tursa, rostaydi juma?" degan yerga kelib qolasiz. Mana shundaq ikkilanishlarga hech o'rin qoldirmaslik uchun qarorimiz keskin, bilimiz mahkam bo'lishi kerakki, biz mushu arzu uchun yashashga, mushu arzu uchun tirishishga, mushu arzu yo'lida o'lishga niyatimizni to'g'rilab bo'lgan bo'lishimiz kerak. Har qanday oldingi shartlar bilan bu buyuk arzuni bog'lab olmasligimiz kerak. Agar undaq bo'lmaganda shundaq savol tug'iladi. Ish qashmaydigan bo'lsa qanday qilasan? Xitoyga küçük bo'lib, quyruq shipang'ishib yashayveramsan? Agar yo'q bo'lsa javobingiz, u holda ishga ish sharti bilan emas, ishga ashmaydiganligini aniq bilib tursammi, mushu yo'lda o'lishga roziman deyalishimiz kerak. Lekin bu o'zimizni o'qitish,
torlarda, toplarda to'g'lab qo'yilgan shulardan iborat bo'lib qolmasligi, haqiqatanmi o'limga yuzlanganda qilcha ikkilanmaydigan ruhiy tayyorlikda bo'lishimiz shart. Vatanparvarlik aqlliqlarimizning o'lchamlaridek tijoratga o'xshamaydi. Tijoratda qanchalik dasmiy silib, qanchalik qozonaman deganni hisob kitob qilibroq ishga tegishingiz mumkin. Lekin vatanparvarlik tijorat emas, uzil kesil beg'ishlashdir. Olmaydiganga rozi bo'lib berishdir. Ilgari men bu mavzuda Navoiy hazratlarining bir to'plikini naql qilgandim. Esingizda bo'lsa kerak. Mürüvvet barçı vermektir yemek yok. Fütüvvet barç kılmaktır demek yok. Vatanperverlik aşında olur. Şotlandiya müstakillik hareketi hakkında bir kino oldu. Belkim torlardan tapalaysızlar. Onundaki bir müstakillik jangchisi tatmagan, ziyareti uçurmagan ahani tıkanmaydı. Hamma narsadan ayrılıp taksaltan oldu. Etrafında işengen adamlar mı kalmaydı? Mana şu çağda Angliya hükümetinin sot zalida onun hakkında karar çıkarıldığan oldu. Yerim can bo'lib qolgan jangchi elib kirildi. So'rashtirib. Sot aybnomani o'qib ketdi. Kelgan oxirgi vaziyatini ta'rif qilib, uningdan pushmonlik so'zi qilsa, yenigrek jazo berilganligini aytib, oxirgi so'zi so'raldi. U eng oxirgi qitim freedom deb vaqirab yiqildi. Freedom. Hürlük, erkinlik. Qarindoshlar, ko'rib beqinglar. Eng oxirgi so'zimiz bizning freedom bo'lishi lozim. Qarindoshlarim, og'zimizda yo'g'on gap qo'yib bek ko'p. Ammo deyilganidek kichkina qurban berishga to'g'ri kelsa, erzimagan darajada bir bedel talab qilinsa, oqiga soyanadiganlar bek ko'p ekanligini ko'ryapmiz. Bundaqlarni cho'qim so'roqlanish kerak. Munofiqlarni bilaman deb po'atganlar bor aramizda. Ammo ismini oshkorlash talablariga bexatarligimga kafolatlik qila olamsan deb so'raydi. Erkin dunyoda turib qilinayotgan bu qahramonlikqa qarang. Qarindoshlar. Men uning uchun qarindoshlarni YouTube'dan Ikkinchi Dünya urushiga oid hujjatli filmlarni ko'ringlar deb tavsiya qilgan edim. Bir shahar uchun berilgan qurbonlikning, bir qatimliq operatsiya uchun berilgan qurbonning qanchalik bo'ladiganligini ko'rib, o'z amaliyatimizga tatbiqlab o'ylansin va andin haliqidek yo'g'on gaplarni qilib baqsin demoqchi edim. Biz hala hissi tefekkür basqıçıdayız, aqli tefekkür basqıçıga kelmeptik da qarindoshlar. Bek afsus. Qanchalik odam bu filmlarni ko'rib baxti bilmayman. Ammo torlardagi qahramonlik qilchi aziyib baqmadi. Uning ustiga yanada burunqidek bir turli trans holatdagi shirin xiyollar quchqida allaylanish davom qilmoqda. Hele anandan ümit kütümüz, hele manandan ümit kütümüz, azat qilib qo'yamiki bizni, ma qutuldirib qo'yamiki bizni bu şekilde. Qulchilik. Qul degandan bek yaxshi ixcham bir ta'rifini topdim. Mamtimin a'la qarindoshim bir mesaj yo'llabdi ekan. Uningda Frederick Douglassning bir hikmatli so'zi bor ekan. A slave is someone who sits down and waits for someone to free them. Degan so'z var ki. Qul degan o'ltirib olib, birisining ozod qilib qo'yishini kutkuchidir. Men bu shunday tarjim qildim, balkim to'g'ridir. Yana bir deb berayman. Qul degan nima desa, mana bu javob bek to'g'ri ekan mening qarashimda. Qul degan o'ltirib olib, birisining ozod qilib qo'yishini kutkuchidir.
Qo'shilamsizlar bu tarifga? U holda buni o'zimizga tatbiqlab tursak qanday? Meningcha bugungi biz bu tarifga bek tushimiz. Qarindoshlarimda qandaqdir bir kuchlarning ozod qilib qo'yishni kutayotgandek alomatlarni ko'rib turibman. Aşındaq fıraqlarını sizib turibman. Minglarcha qitim takrorladim. Qandaq ozod bo'lamiz degan savolni o'z-o'zimizdan, atrofimizdagilardan doim so'rab turishga javob topolmaganda sharkitimizni tuzitishga undadim. Savolni so'raymiz o'z-o'zimizdan yoki aralashadiganlardan so'raymiz. Qanday ozod bo'lamiz, qanday mustaqil bo'lamiz? Bunga biz javob berolmay qolgan bo'lsak, demak bizning uni iddao qilgandek layoqatimiz tahi yetilmabdi deb qarab, ish harakatimizni tuzitishga tirishimiz. Va shuni undidim men. Va shularni o'ylashga yetaklamoqchi bo'ldim, urindim. Men Facebookda jang qilib o'ltiribdiman. Shundoq deymizda har birsimiz. Bu mening o'zicha qolgan hammalar ma'lum. Men Facebookda jang qilib o'tiribdiman. İştim bo'shagan vaqtlarimning hammasida qilmishim bu tor kezmek. Men yashaydigan shahardagi boshqa Uyg'urlarga qarasammi, mendan farqsiz. Ishlaydi, ishidan bekor bo'lsa o'ynaydi. Andon tor kezib, birini tillab, biriga barmoq chiqirib degandek yashayotdi. U holda bu vatanning ishini, bu bechora millatning ishini, bu ozodlik, hurlik, bu mustaqillik deganning ishi. Bu o'zibek orzuliq bo'lgan, ammo bek cho'ng qurbonlik talab qiladigan ishni kim qilyotdi? Kim qilyotgandi? Men qilmayvatsam, sen mi qilmayvatsan, u mu qilmayvatsa, bu ish o'z-o'zidan bitib qolarmi? Yoki Musa'nın qavmi uchun bo'lgandek bir mo'jiza yuz berib, hozirgi zamonning fir'avnlaridan qutulib qolamizmi? Deganlarni doim o'ylashga tegishli bo'lib, andin o'zimizga rag'bat berib, qo'limizdan keladigan bir ishni qilishga urinib ko'radigan bo'lamiz. Yoki boshqa birisiga ha-hu deyishib, zambilning bir sepini tutib ko'tarishib beradigan bo'lamiz. Bizning bugungi bu bag'razlarcha o'ltirishimizga qarab, chaqchaqlarimizdagi o'ltirishlari issiqdimi, sovuqdimi degan savol ko'ngildan kechadi. Hala tarafbozlikning tumanlari ichida beshimiz qayib yurayotganimizni, Allah inoyat qilib bag'razligimizni bilgachki tekrar kimning kim ekanligini ochiq ko'rsatib bergandan keyinmi, hali kirib qolgan kechikdan dostonchilik yoki shuningdek arzimas munosabatlardan shakllangan tarafdorlikdan voz kechib, to'g'ri yo'lni qabul qilishga gejgimiz qo'ymay, o'z ishimizga o'zimiz dushmanlik qilib ketavermoqdamiz qarindoshlar. Shaxsiy achchiq, shaxsiy tarafdorlikning buyurtmasi zahar chekishlarni davom qilib, egomizni qanoat toptirib ketaversak, bu ozodlikning ishini kim qilar? Bularni ko'p takrorlab ketdim. Endi bu temadagi yangi gapni ta'kidlab qo'yay. Shundoq bir qismat bilan yuzlashib turibdimizki, ya mustaqil bo'lamiz, ya qirilib tugaymiz. Bunga ideya tayyorligimiz, ruhiy tayyorligimiz bo'lishi kerak. Bu mustaqillik yo'liga bel bog'lagan chig'imizda hargiz oldingi shartlarga bog'lab olmaslikka diqqat qilishimiz kerak. Oldingi shart bo'ldi deganlik, shart pozitiv chiqmaganda, musbat chiqmaganda mustaqillikdan voz kechaman deganlikdir. Shunga shartsiz mayli amalga oshsin, oshmasin. Çünkü nusrat ato qilish Allohning ilkiga kirish. Menga tushudigini qo'limdan kelishicha tirishish. Bu yo'lda mangan. Mushu yo'lda hayotim bo'yi mangaman, mushu yo'lda o'lishga roziman. Çünkü bu mening odamlik majburiyatim,
Möminlik qarzim, Uyg'urlik burchum deydigan bo'lishimiz kerak. Qarindoshlar, endi bu suhbatni Albaniya partizanlarının bir marşı bilen tamamlamakçıman. Bu marş Albaniya kinosi Ölsek mi tüz tükmeyimizdeki tağlarda partizanlık kılıdığan vatanperverlerinin marşı olup ma'lum derecede özleştirilgen. Bu kinonu köplerini esleyemeyiz. Bu kino 1968-1972 aralığında köp qo'yilgandi. Bu mening 15 yaşdan 17 yaş çağlarımga to'g'ri keladi. Yaş vaqtlarimizda ancha-muncha o'qib qo'yatdik. Bu marshni anglab qo'yaylik. Tağlar tağ üstüge mingüşüp yatar, mertler diker ana otluk gözini, cenler kızıp yeter ahiri bir gün, körgün şu çağ batur elnin oğul kızini. Cenler kızıp yeter ahiri bir gün, körgün şu çağ batur elnin oğul kızini. Ölümdür biz üçün tez tüküp yaşaş, atılnaylı sevdaşla küreşke derhal. Hiç hakkı hukuki yok Xitoy ablahning, kütter bizni adaletli güzel istiqbal. Hiç hakkı hukuki yok Xitoy ablahning, kütter bizni adaletli güzel istiqbal. Qarindoshlar, bugungi bu video o'sha bo'lsin. Hammanglarni Allohga topshirdim. Allah niyet qilgan büyük ishlaringlarni muvaffaq qilsin. Keyingi qatim ko'rishguncha xayr xo'sh. Allohga emanet.